Ye. Hormang, yaxshimisiz? Ya, xotin, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Oying yaxshimi? Yaxshilar, rahmat. Sizga telefon qotganim adasi, bizda aeroflot vaqtincha yopildi. Yo'q-a? Keta olmayapmiz. U kimga ayting, bizani qaytishimizga yordam qilsin. Oying tuzumini ish qilib, o'zing yaxshimisan? Ha, biz yaxshimiz. Tezroq ilojini toping. Ha, bo'ldi, hozir men u joyga qo'ng'iroq qilaychi, aniqlab, yo'q, bo'ldi, olib keltiraman seni. Ering bo'lib turib shu ish qilmasam endi nima qilib yuribmanmi hozir? Abbo, xatga qildim endi. Uchastkavoyimizning nomeri bormidi? Profilaktika inspektori ishlari, alo. Assalomu alaykum, komandir, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Uzr, bezovta qilib qo'ydim. Va alaykum assalom, rahmat. Gapiring. Xullas, meni ayolim bilan qaynanam chet elga ketishgandi. Davlat aylanib sayr qilib kelamiz deb ketishgandi. Hop. Mana bu 6-chigami, 5-chigami, yo'lchi uzoq qolsa 7-chigacha kelish kerak edi bular. Nu hali ham kelmadi-da. Hozir xotinim Primoydan telefon qilyapti. Qaysidir davlatda ekan, xullas aeroportlarni yopib qo'ygan deydi. 2 kundan beri ucha olmayapmiz deydi. O'shanga qanaq turib qaytarib chaqirib olsak bo'ladimi? Bu yoqqa olib kelib olsak? Qaynanangiz bilan xotiningiz, ha? Ha, qaynanam bilan xotinim. Hop, bo'lmasa ikkalovligini ham ism shariflar tug'ilgan yillarni to'liq qilib menga Bo'ldi. Xotinimnikini bilaman, qaynanamni hozir ism shariflari tug'ilgan yil hozir men aniqini bilib anaqa qilaman. Xo'p. Hop. Xo'sh, qaynam. Vaqti. Adasi, bizda chet elga ketyapmiz, onam bilan 5-6-da kelamiz, xudo xolasa. Adasi, bizga kelgunimizcha onamga ham, menga ham bundoq tuzukroq 17 Pro Max'ni olib qo'ying. Sizni shundoq eslab xursand bo'lib yuraylik, onam ham, men ham. 8-martgacha yetib kelarmikinsizlar? Kelamiz. Kela olmasak, sovg'ingiz kerak emas. Bo'pti, yaxshi bo'pti. Komandir, Labbay. topa olmadim-da hozir nomerini. Yaxshi urush tugagandan keyin kela qolar, qaynanam bilan kelasa, bemalol qo'l ishlash. Unaqa men kelishlik kerak bilan ularni olib Ha, ketmasam. olib kelish kerakmi? Bo'lmasamchi, hozir uyda emasdim-da, men uzoqroq topoda yurdim endi aylanib. Hozir yondiqchanaqa ularni adresi yo'q. Uyga borib oling, tekshirib ko'rib, men sizgacha shu 9-mi, 10-yilida aytib beraman. Bo'ladimi? Vaqtli ayta olmaysizmi? Endi boshqa ilojimiz yo'q. 9-10-yilida aytib beraman. Keyin mayli bir harakat qilib olarmiz. Ha, bo'pti. Rahmat. mayli. Yes. Pul ishlataveradigan ahmoq yo'q. Qaynanangam.